insonlar deb aslan bemorda tug'ma yurakdagi patologiyaning tug'ma bo'lishman kasali. Yurakdagi patologiya tug'ma ravishda bo'ladi. Bu ko'pincha turlari bor demak bizada tug'ma turlari. Birinchisi arteriovenos. Arteriovenos yoki oq paroklar deymiz. Oq paroklar. Anlayapsizmi? Birinchi arteriovenos oq paroklar. İkincisi veno-arterial paroklar yoki ko'k paroklar. Veno-arterial paroklar. Ko'k paroklar. Uchinchisi esa stenotik paroklar. Stenotik paroklar. Stenotik yoki aralash turlari ham bor. Aralash turlari ham bor. Stenotik yoki aralash turlari bor. Mana bu tasnif deb qabul qilingan. Arteriovenos deganda arterial qon vena qonga almashinib ketyapti. Shuning uchun bu oq parok. Mana bu sal og'irroq parok hisoblanadi, ko'p parok hisoblanadi. Bu vena qon tarafida karbon angidrid bor, to'g'rimi? Karbon angidridga boy qon aynan arterial qonga almashgan hisoblanib, bu ko'p parok sifatida qabul qilingan. Yozamiz. Arteriovenos oq parokda nimalar qiladi? Birinchisi bugun o'tadigan, demak, Botalo yo'lining ochiqligi. Ochiq Botalo yo'li. Yoki ochiq arterial yo'l yoki ochiq arterial yo'l. Buni o'tamiz. Bu bitta oq parok. Ikkinchisi qorinchalar aro to'siq nuqsoni. Yozamiz qorinchalar aro to'siq nuqsoni. Qayerda bir patologiya mana bu yerda. Qorinchalar. Qorincha aro to'siq nuqsoni. Yana bunga misol bo'lmachalar aro to'siq nuqsoni. Bu ham oq parok. Oq parok. Demak, bu uncha hipoksiyal ehtimoli kamroq. Ovoz eshitishmi? Yo'q. Da shu o'sha. O'shada bo'lmacha to'siq ovoz eshitishmaydi. Ovoz eshitda ochiq qoladi. Bu qanaqa parok? Arteriovenos oq parok hisoblanadi. Batafil ochiq arterial yo'l, qorincha to'siq defekti, bo'lmacha aro to'siq defekti hisoblanadi. Vena arterial yozamiz. Falloning yozamiz. Fallo. Hech qanday fallo tetradasi, fallo triadasi, fallo pentadasi. Ana shu paroklar. Yozamiz. Qo'shimcha bunga yana Epstein anomaliyasi. Qaysi ekan? Epstein anomaliyasi. Epstein anomaliyasi. Ki hammasini ko'rib chiqadilar hammasini. Har bir Epstein anomaliyasi. Triadasi. O'tamiz. Triadasi, pentadasi. Triad 3 simptom, 4 simptom, 5 simptom. Va qaysi ekan?